O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun kanalimizga obuna bo'ling va bir dona like bosishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. 16, 17 va 18 may kunlari O'zbekistonning barcha viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayishi, chang to'zonlari bilan kuzatilishi mumkin. 17 mayda ayrim joylarda ba'zida shamol 20-22 metr sekund tezlikkacha kuchayishi mumkin. Harorat 16 mayda kechasi 19-24 daraja, kunduzi 36-41 daraja. 17 mayda kechasi 19-24 daraja, kunduzi 33-38 daraja. Ba'zi joylarda 40-41 darajagacha. 18 mayda kechasi 17-22 daraja, kunduzi 28-33 daraja bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.